Assalomu alaykum. Men Abdullayeva Dilafruz Shavkatovna, Hilol Hospital klinikasining gematolog shifokoriman. Bugun sizlar bilan gemolitik anemiyalar to'g'risida suhbatlashamiz. Nima uchun bu anemiyaga gemolitik anemiya deb nom berilgan? Boshqa anemiyalardan farqli yoki o'xshash taraflari nimada? Albatta, o'xshash taraflari anemik sindromning mavjudligida. Anemik sindromlar bu holsizlik, tez charchash, uyquchanlik, ko'ngil aynishi, darmonsizlik kabi belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Lekin gemolitik turi aynan eritrositlarning muddatidan oldin parchalanishi bilan namoyon bo'ladi. Eritrositlarning qanaqa parchalanishi, qayerda parchalanishiga ko'ra bu eritrositlarning patologiyalari bilan bog'liq bo'ladi. Bu nasliy va orttirilgan tiplarga ajratiladi. Nasliy gemolitik anemiyalar aynan eritrositlar membranasi qobig'i bilan bog'liq patologiyalar yoki uning fermentlari yoki o'zida ushlovchi gemoglobinning patologiyalari bilan bevosita bog'liq bo'lishi mumkin. Orttirilgan tiplari esa asosan immun va noimmun holatlar, ya'ni immun sistemasi bilan bog'liq holatda yuzaga kelishi mumkin. Nasliy gemolitik anemiyalar asosan bolalik chog'idan boshlanadi simptomlari, lekin aynan katta bo'lganda, balog'at yoshiga yetganda yoki katta yoshdagi bemorlardagina faqat boshqa asoratlarni belgilari bilangina tashxis qo'yilib, o'sha paytdagina namoyon bo'ladi. Chunki organizmning kompensator tizimi organizmda anemik belgilarni yoki sariqlik belgilarini tezroq yuzaga chiqishiga yo'l qo'ymaydi. Qachonki bemorlarda o'ttosh patologiyalari yuzaga kelganda, bemorlar mexanik sariqlik bilan xirurglarga murojaat qilishadi. O'sha paytda gemolitik anemiyalar, nasliy gemolitik anemiyalar borligi bilib qolinadi. Orttirilgan gemolitik anemiyalar immun sistemasining patologiyalari bilan bevosita bog'liq. Chunki immun sistemasi organizmga kiradigan har xil tashqaridan kiruvchi patogenlarga qarshi kurash vazifasini bajaradi. Lekin patologik holatlarda, avtoimmun holatlarda immun sistemasi o'z hujayralarini, shu jumladan eritrositlarni ham begona hisoblab, ularni vaqtidan oldin parchalanishiga sabab bo'ladi. Shu sababli bemorlarda sariqlik belgilari, anemik belgilar va taloqda kattalashish, splenomegalliya belgilari yuzaga kelishi mumkin. Bu paytda bemorlarda yaqqol namoyon bo'luvchi sariqlik, titrash, qaltirash, harorat ko'tarilishi, bosh aylanish, hansirash, yurak urib ketishi kabi belgilar bemorlarda o'tkir gepatit belgilarini ko'rsatsa ham, lekin gemolitik anemiya tashxisini qo'yish uchun albatta shifokorga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Agarda bunday holatlar bo'lsa, ya'ni to'satdan bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, harorat ko'tarilishi va ayniqsa sariqlik belgilari bemorlarda kuzatilsa, darhol gematolog shifokorga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Gematolog murojaatida asosan umumiy qon tahlili va biokimyoviy qon tahliliga ko'ra tashxis qo'yiladi va bemorda asoratlarning oldi olinadi va hayot sifatini yaxshilanishiga yordam beradi.